Bundaq tayyorlagan tish chürük, içi yumşaq kauzu mavanzini umoqlarning yaqtirib talishib yeyishiga mos keldi hujum tuqqanlar. Ham quvvatlik, hozirgi faslda tayyorlashimizga nihoyatda mos keldi. 200 gram kavuni yalpaqlab qasqanda o'rdab pishirib olamiz. Andan qachiga elib olib, ustiga 30 gram oq shakar selib yumshoq umarchalatda ezib olamiz. Yurak berayotgach ko'zlatiz ugunalaylar hujum tuqqanlar. Ustiga 200 gram nomi gurch unidan selib elishtirib yirik qilib qo'ymay yumshoqroq holatda qilamiz. Andan hammani yumaloq qilib olgandan keyin bir qachiga azroq suv yana bir qachiga kunjut tayyorlab olib, avval suvg'ichlab, andan kunjutga besib, qo'limiz bilan besib kunjutni chaplashtırib olamiz. Qozonga al-nurining tunch siqim 1-darajalik saransi maylaridan qo'yib, mayni 20 gradusda qizitib, kavut turmilimizni solamiz. Hammamiz sog'lomligimizga ko'ngil bilamiz, ammo har kun iste'mol qilayotgan un bilan maylarning tarkibi ko'ngil bilmayotgan tuqqanlarni intayinchi al-nurining unlari bo'lsa, Xitoydagi asl ta'm saqlab qo'yiladigan tabiiy yashil yemaklik maylarini, unlarini davomli sizlarga tavsiya qilib kelyapman. Hayotlik bizga bir vaqtim keldi, sog'lomligimiz uchun al-nuriga kun olaylik tuqqanlar. Meni qo'shmagan tuqqanlar qo'shilib, yurak yulduzlarni besib, saqlab olib, palov tayyorlab bering.